Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun Nexia 3 avtomobilni olib kelishdi. Hadoyi qismidan g'ijirlagan ovoz chiqayotgan ekan. Ish jarayonida tekshirganimizda balkka salli bo'lak qotadigan kuzov joyi yorilib ketgan. Mana salli bloklari ham yorilib ketgan. Va ruloviy kolonka moy oqizib bergan. Akamizni ishlarini chiroyli qilib hal qilib beramiz. Xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz.